Sharq Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi jazolash lagerlarida o'lim xabarlarining oyog'i uzilmay kelib turmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Turpan viloyatining Pichan noyisi Lökçün bozoridan 40 yoshli Abdurim Abduz, 50 yoshli Anvar Ziyovuddin va 80 yoshli Tömür Pasar, Qashqar shahri Marhaba yo'li 9 tosh mahallasidan 40 yoshli Yunus Qari va boshqa 2 yosh bo'lib jami 6 kishi tutib turilayotgan yig'ilish lagerida o'lib ketgan. Lekin ularning ba'zilarining jasadlari oilasiga berilmagan. Yaqinlariga faqat jasadning yuz qismi ko'rsatilgan va soqchilarning nazoratida ko'mib o'tilgan. Meyit namozi o'tkazishga ruxsat qilinganlarning namoziga hukumat ruxsat qilgan 10-15 kishidan boshqa hech kim qatnashtirilmagan. Sharq Turkistonda Xitoy kommunist doiralari atalmış qo'shmoq oila nomi ostida har uyga birdan Xitoy o'rlashtirgan bo'lib, bu Xitoylarning shum niyatlari oshkorlanmoqda. Xitoy doiralari Uyg'urlarning uylariga avatilgan Xitoylar bilan birga yashashni, millatlar ittifoqligini kuchaytirish deb tashviq qilmoqda. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, oiladagi erlarning hammasi degidek yig'ilish lagerlariga qamalgan bo'g'ashqa, uyda qolgan ayollar va bolalar Xitoylar bilan bir havodan nafaslanib, ularning bo'lmug'ur ishlariga sukut qilib o'tishga majbur bo'lmoqda. Rossiya, Xitoy, Amerika va Pokiston Afg'oniston muzokaralarida davlat ichi dialoglarini davomlashtirish uchun tirishchanlik ko'rsatish haqida fikr birdakligi hosil qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Rossiya, Xitoy, Amerika va Pokiston qatnashgan 25-oktyabr o'tkazilgan Afg'oniston muzokarasida o'rtaq xulosa qabul qilingan bo'lib, keyingi bir navbatlik muzokarani Xitoy poytaxti Bejinda o'tkazish qaror qilingan. Bag'dodda minglagan kishi ko'chaga chiqish cheklamasiga qarshi shahar markazidagi ozodlik maydoniga yig'ildi. Bag'dodda minglagan kishi Iroq bayrog'ini ko'tarib ozodlik maydoniga to'plandi. Namoyishchilar ko'chaga chiqishning cheklanganligiga e'tiroz bildirib, bizni uyda tutib turolmaysizlar degandek shiorlarni to'g'ladi. Faoliyat yana hukumatga qarshi namoyishlar jarayonida hayotidan ayrilgan 200 dak kishi uchun yuzlagan sham yiqildi. Ozodlik maydoni atrofiga o'rlashtirilgan amonlik kuchlari namoyishchilarni tarqoqlashtirish uchun yosh oq uzish bombasi va ovoz bombasi bilan daxl qildi. Yevropa ittifoqi Rossiya va Ukraina orasida elib berilayotgan tabiiy gaz to'xtami muzokaralarida kelishim hosil bo'lmadi. Yevropa komiteti muavin boshlig'i Maros Sefcovic Yevropa ittifoqi Rossiya va Ukraina orasida 2019-yildan keyingi tabiiy gaz to'xtami muzokaralarida natija chiqmaganligini bildirdi. Sefcovic yangi to'xtamning Yevropa ittifoqi nizomlariga uyg'un bo'lish kerakligini ta'kidladi hamda muddat va boshqa qatorliq muhim temalarda Rossiya bilan tunji kelishim hosil qilinmaganligini aytdi.